tushda o'lgan odam pul berishini ko'rish. Baraka va boylik. Agar tush ijobiy hissiyotlar bilan kechgan bo'lsa, bu moddiy farovonlik, kutilmagan daromad yoki hayotingizda yaxshilik bo'lishi mumkinligini bildirishi mumkin. Katta mas'uliyat, pul ba'zan og'ir yuk yoki mas'uliyat ramzi bo'lishi mumkin. O'lgan odamning pul berishi sizga hayotingizda muhim vazifalar yoki qarorlar yuklanishini bildirishi mumkin. Ogohlantirish. Ba'zi tush ta'birlariga ko'ra, o'likdan olingan pul kelajakdagi qiyinchiliklar yoki kutilmagan muammolarga ishora qilishi mumkin. Bu tush sizni ehtiyot bo'lishga chaqirayotgan bo'lishi mumkin. Karmaga ishora. Agar marhum tirikligida sizga yaxshilik qilgan bo'lsa yoki qarz bo'lsa, bu tush uning ruhining sizga biror ma'no yoki xabar yetkazmoqchi ekanligini bildirishi mumkin. O'tmish bilan bog'liqlik. Ehtimol bu tush sizni o'tgan hayotiy tajribalar yoki vafot etgan odam bilan bog'liq xotiralarga qaytarishi mumkin. Sizning hozirgi hayotingizda shu inson bilan bog'liq voqea yoki his-tuyg'ular paydo bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.